Ustoz bizlar baholarimiz qo'yib bering. Birontaga baho qo'yib bermayman. Birontang 1 yil davomida o'qimading. Bitta Guljaxondan boshqa, Guljaxonni qo'yaman, boshqa hech qaysiga qo'ymayman. Rahmat ustoz. Ustoz mana o'qida, menga ham qo'ying. Sen o'tir joyingda umuman o'qigan odam o'xshamaysan sen. 1 yil davomida. Bir o'qigan odam bir haftaga qaraydi, bir kasbiy to'lib, kasbiy salon palona boradi. Qani sen o'qigan? Bu kishilaring yaxshimi? Ha, zakonyazda. Baribir universitetimiz zo'r. Avo. Shu yil 7600 ta talaba bizlarga ishonch bildiribdi. Avo. Ko'paydi o'quvchi, avo. Ha, undan tashqari 300 tadan oshiq eng ishonchli o'qituvchilar bizada. Sifatli ta'lim hamma narsa. Zo'rda. Nasib bo'lsa yaxshi. Yazda yangi yo'nalish ochilibdi. IT dasturchilik, injener degan. Shunga meni qo'shib bo'lmaydi? Qistamman. Rektor bo'lib olay keyin qo'shaman, qaymi? O'zim ham qo'shmoqchiman, faqat rektor bo'lay keyin. Ha, rektor bo'laningiz, ana hozir 100% grantdan chiqqan universitetimizda. Bepul o'qish imkoniyati bor ekan. Shunga ham hozir bepul o'qiyman. Endi ammam eri deb hamma yo'nalishga tiq o'zingga, qaymi? Qaymi? Nima kerak senga? Hatto onlayn qilib bering, onlayn o'qish ham bor-ku bizada. Uyda to'xtab o'qiydik. Nogironmisan? Yo bachang bormi? Keyin unda darsi. Yur, darsga kiram. Rahmat baho qo'yganingiz uchun. Men bor ekanman, har doim besh olasiz mendan. Zombil frashga o'tdi qildilar. Mana qaraki. Uchunga bahom besh, faqat gap hech qayerda tarqalmasin, qayim bachalar. Faqat butun guruh yaqinida baho. Nimaga? Men rasm bilmay guruh paydashaman. Ibisa. Iblosa galimsa? Ustoz endi menga ham qo'yasizmi? Sen jim o'tir. Senga umuman baho yo'q. Guruhda u ham bor.